Zamonaviy futbolda Kylian Mbappedan ko'ra birga bir vaziyatda yaxshiroq o'yinchi balkim bo'lmasa kerak. Aynan mana shuning uchun ham bugun biz uning 7 ta eng zo'r harakatini ko'rib o'tamiz. Любой himoyachini aldab o'tish uchun 7 ta eng zo'r harakatlar. Siz TikTok kanalini ko'ryapsiz. 1.5 step overs. Mbappe ichkariga yorib kirib tepaman deganida odatda 1 yoki 2 marta step over fintidan foydalanib oladi. Birinchi bir oyog'ini to'pni boshqa bir tarafiga tashlaydi. Keyin birdaniga tanasini boshqa tarafga tashlaydi. Keyin himoyachi uni o'ylab ko'rgunicha u allaqachon ichkariga yorib kirib ketgan bo'ladi. The attempt and make. Burchakda himoyachi bilan birga bir qolganingizda, oyog'ingizni tag qismidan foydalangan holatda to'pni o'zingizga tortishni boshlang. Ya'ni himoyachini o'zingizga jalb qiling. Himoyachi o'zi harakatni boshlaganida qadam tashlashi bilan to'pni oyog'ini orasidan o'tkazib qo'ying. The fake kick chop. Qachonki himoyachiga dribling qilayotganingizda va zarba berishga pozitsiyaga chiqayotganingizda, xuddi zarba bermoqchidek to'pni tashlaysiz va lekin himoyachi chalg'igan paytida oyog'ingizni ichki qismi bilan to'pni qarama-qarshi tarafga qarab kesasiz. The roll and flick. To'p biroz oldingizda qochib ketayotgan bo'lsa va himoyachi ham bunga tashlansa, oyog'ingizni tag qismi bilan to'pni o'zingizga torting. Keyin narigi oyog'ingizning ichki qismi bilan to'pni himoyachidan qarama-qarshi tarafga yo'naltiring. The chop. Qachonki qanotdan qochib ketayotganingizda himoyachi ham ortingizdan yugurayotganini sezsangiz, to'pni oldidan sakrang va to'pni o'zingizni va himoyachining orqasidan yo'naltiring. The one touch sombrero. To'pni qabul qilayotganingizda himoyachi oldingizdagi bo'shliqni yopish uchun yugurib kelayotgan bo'lsa, oyoq uchi bilan to'pning eng tag qismini silang. Ya'ni himoyachining kelayotgan tezligiga qarama-qarshi qilib to'pni ko'tarib qo'ying.
letting the ball roll. To'p sizga tezlik bilan kelayotganida himoyachi orqangizdan qisib kelsa, shunda orqangizda bo'shliq bo'ladigan bo'lsa, to'p sizning oyoqlaringizning orasidan o'tib ketishini ta'minlab, uni himoyachidan olib qochishingiz mumkin. Qayni albatta, to'pga yeta oladigan darajada tez ham bo'lishingiz kerak. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Lekin chiqib ketishingizdan avval sizdan ikkita narsani so'rab qolmoqchiman. Birinchisi, haqiqatan ham Mbappe hozirgi kunda eng yaxshi o'yinchimi? Ikkinchisi, agarda biz kanalimizga reklama materiallarini joylashtiradigan bo'lsak, sizning bunga qarshiligingiz yo'qmi? Chunki aynan moliyaviy holat kanalimiz davom etishini ta'minlaydi.